Men doktor Shematov hozirda juda ko'pchilik yoshlarimizni tabiiy immunitetni qanaqa qilib tushirayotganini ba'zida o'zlari bilishmaydi. Agarda ba'zi bitta odamlar ertalab bilasizki, quyosh chiqib turgan bo'lsa-da lekin sovuq bo'lishadi. Ular tushga 12 ga qarab kiyinishadi. 12 ga issiq bo'lib ketadi deb kiyinadi. Natijada ular yupinroq kiyinib chiqadi. Ana shunda tanaga agar sovuq tushib ketib qolsa, ya'ni tana yaxlab qolsa yoki issiq joydan chiqib birdan sovuq suv ichadigan bo'lsa yoki oyoqlarga yengilroq kiyinib oyoqdan zax o'tadigan bo'lsa, ularda birinchi burun oqishi mumkin, bosh og'rishi mumkin, bu sovuq qotishi mumkin tana va bundan boshqa keyin yo'tal, ya'ni ovoz bekilib yo'tallar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bilasizlarmi, juda ko'p asoratlari bor. Bu hattoki bepushtliklargacha olib borishi mumkin, ya'ni sovuq suvni ko'p ichishlik yoki bo'lmasa erkakda urug'ning pasayib ketib qolishi, qiz bolalarda oy ko'rish buzilishi yoki bo'lmasa buyraklarga spazm berishi, buyrak og'rig'i, buyrak tosh kasali